Hurmatli kuzatuvchilarimiz, lyuks avtolar sotuvda BMW i3 qo'ydik. Mashinamizni egalari bilan gaplashib, tortishib, savdolashib, mashinamizni zo'r narx-dastlariga qo'yib berjakmiz. Sotuvda 2023-yilda ishlab chiqarilgan i3 35L. Mashinamizda 4 tona yumshoq balonlari qo'yilgan, 70 ming kilometr yurgan. Mashinamizni bemalol kelib, ko'rib, tekshirib xarid qilishlaringiz mumkin. Ko'rishlaringiz mumkin. Ideal holatda turibdi. BMW bilasizlar. Mashinamizning narxini sizda hech yerdan yo'q baho qo'yib beramiz. Liboy OLXdan ham internetdan ham solishtirib ko'ringlar. $28,700. Bemalol Liboyni tekshirib ko'ringlar, solishtirib, buning bahoda yo'q, topishlaringiz qiyin. Tem bo'li qora ranglasini, temniy sinik, bularda qora deb aytadi. Salon qismlarini ko'ringlar, bu mashinamizni. Nima deydi salonlari? BMW nayda Malibu Premier'ni pulni BMW bosib berganlaringiz yaxshi emas. Tem bo'li elektromobil bo'lsa, bez rasot yuristlar. Hammangiz lyuks avtoda kutib qolamiz. BMW i3imiz sizlarni zo'r narxda sotuvda kutib turibdi. Kelaverasizlar. $28,700.